Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Xudo xolasa yangi ustanovka ishlarimizni boshladik. O'rnatish jarayonida eshiklarimizni o'rnatib, orqa daburlarni tiqyapmiz hozir. Ankillam uriladi. Xudo xolasa chiroyli qilib o'rnatyapmiz. Bu tarafda 1,5 qavatli. Bizga o'zi asosan pena quyayotganimizda mana shunaqa suvaqligicha qolganda penani tishlashi yana ham baquvvatroq bo'ladi. Naqli отход shpakletadan surkanmasa juda zo'r ish bo'ladi. Eshikdash joylarda shpakletalar bilan to'ldirib qo'yishadi. Xudo xolasa buni hammasini o'rnatib olib, pastda ham birinchi etajda ham bor eshiklarimiz. Hammasini o'rnatib bo'ldi. Yana bir qator video qilib qo'yamiz, xudo xolasa, chiroyli qilib. Kanalimizni kuzatib boringlar. Kanalga obuna bo'lishni esdan chiqarmanglar. Like, komment qilib qolamiz.